Edinburg universitetining Shotlandiya olimlari plastik chiqindilarni dori vositalariga aylantirishning inqilobiy texnologiyasini ishlab chiqdilar. Genetik jihatdan o'zgartirilgan ichak tayoqchasi yordamida jamoatiga 24 soat ichida plastik butilkalarning tarkibiy qismlarini paracetamolning faol moddasi bo'lgan tereftalik kislotaga aylantirishga muvaffaq bo'ldi va tadqiqot ilmiy jurnalda ham chop etildi. Mutaxassislar pivo tayyorlash uchun ishlatiladigan fermentatsiya jarayonidan foydalangan. U xona haroratda sodir bo'ladi va deyarli hech qanday uglerodsiz bo'lib, bu uni zamonaviy dori ishlab chiqarishda ekologik muqobil qiladi. Tereftalik kislotaning genetik jihatdan qayta dasturlashtirilgan ichak tayoqchasi bilan reaksiyaga kiritish natijasida olingan mahsulotning taxminan 90% paracetamol edi. Texnologiya polietilen tereftalatni qayta ishlash uchun, butilkalar va qadoqlashda ishlatiladigan plastmassa uchun dolzarbdir. Har yili dunyo bo'ylab 350 million tonnadan ortiq bunday chiqindilar hosil bo'ladi. Ularning aksariyati poligonlarga yoki okeanlarga tushadi. Olimlar uni sanoatda foydalanishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirishda davom etmoqdalar. Shu va shu kabi mavzularni Yuzi saytida kuzatishda davom eting.